Akalar mana bunaqa traktorlar yuradi. Voy bila ko'rinmadi. Traktor ishi oson emas-da, akalar. Oylab uyga kirmaydi, oylaviy odamlar. Endi meni bo'ydaman, meni tushunsa bo'ladi. Nimagadir avtomatik ravishda meni o'ng qo'lim tellashni boshladi. Tayyorlanyaptimikin? Boshim rosa tez kirib bo'ladigan bo'lib qopti. O'zi ertalab cho'mildim, уже yana hozir qitishyapti 2-3 soat o'tmasdan. Dushga kirib chiqsammikin, ha? Nimaga zakon podlosti deydi, butun koinot senga qarshi yuradi. Imенно bir narsa qilaman desang, o'sha narsa baqirma. Narsa bo'lmaydi. Hozir dushga kiraman desam 180 mingta o'chirit bor. O'zi eng qiziq kunduzi hech kim dushga kirmaydi. Hamma kech payt cho'miladi. Yo hamma qizni ko'rib birdaniga hammani boshi qichishib ketdimikin, ha? O'limdan boshqa luboy narsani yechimi bor, akalar. Muhimi qalbda xohish bo'lsa bo'ldi. Sizlar bilan Kaminayu Kamtarin Evil Shoh ko'rishguncha. Hazırlaştım, unaqa darajada golodniy zver emasman. Bitta qoravoy pishti-ishton kiyib olgan bo'lsa, yog'li dumbasini ko'rsatib, qo'yga o'xshab orqasidan so'lagimni oqizib yurgani. Ularda kayfiyatinglar ko'taray dedim, akalar. Bitta hamtasi yechinib yalang'och tursa ham men ko'nglimga yoqmasa, u qizga hech narsa qilmayman. O'zi tugagandan keyin hech narsa yoqmay qoladi.